Assalomu alaykum. Kırgız halkım, alatom, Aqalpaqты zo. To'g'ri men bayağılar ustam. Men bunusda kimgilerge qayrilmoqchiman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdi. Sizlar bu dunyoda kimni suysangar, kimni yaxshi ko'rsangar, qiyomatda o'shalar bilan birga bo'lasizlar. Je bo'lsa, o'shalar bilan birga tirilesinglar degan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Men hozir nima demoqchiman? Men hozir yoshlarimiz, qizlarimiz, qolaversa baldarimiz o'zlari Xitoylarga, koreyslarga prichoskalarini, qolaversa dvijeniyalarni, qolaversa kiyimlarini o'shalarcha bol kiyinganlarga qayrilmoqchiman. Alar butparastlar. Alarga qiyomatda şafa yok. Alar kasal bo'ldi, o'lishadi. Qani emas, sizlardagi o'lgularchi? Eğer o'shalarni ko'mir tutsanlar. Can shirin. Hurmatli musulmon bir tuğandar, musulmon qirg'izlar, qirg'iz boydan xalqlardag'in musulmon dinining yerda makam qurmoqlar.